Assalomu alaykum hurmatli dizaynerlar. Bugun Sanuzerda Trilmax'da qandoq ko'tarib noldan ko'tarib top professional darajaga ko'tarib borishni ko'rib boramiz. Xudo xolasa sizlar ham like va podдержка qilib tursanglar bo'ldi. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Birinchi bo'lib millimetrga o'tkazib olamiz. Shu millimetr mana zilichni qo'yib olibman-da. Saqitib qo'ygan joyimda shunaqa turibdi. Millimetrda import qilamiz. PDF mana shu AutoCADda Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Birinchi bo'lib devorni ko'tarib olamiz. Har doim men polni ham birinchi olaman. Editable poliga o'tkazib olaman. Ikkini bosib shift bosib kopiya qilaman. Yo'q, ana pluginda oz tortib nol qo'yish kerak. Editable poly ikkini bosib kopiya qilamiz. Shift bosib kopiya qilamiz. Shift bosib cho'zolmay kopiya bo'lyapti. Shift bosmadim, kopiya bo'lmayapti. Shift bosam keyin kopiya bo'ladi. Kopiya. Chiqaramiz. Endi shell beramiz. Shell breeze. Please. Javob cho'zilib qoldi. Tutirib bir bosib Ctrl A qilib turib vert qo'yamiz. Bir bosamiz, keyin shellga o'tamiz. Shellga o'tsaga shunaqa muammo qoldi. Xattada xato qilib qo'ydim.
Keyin polivodga solamiz. Yana birga bosib, uni bu yerga surib qo'yamiz. Yana tochkani 5 bosib turib, Ctrl A qilib turib qo'yamiz. Ikkini bosib, eshikni teshib olishimiz kerak. Hop. Connect. Eshik balandligi G ni bosib o'chiramiz. S bosib magnitni yoqamiz. Y bo'yicha Y bo'yicha 2200. To'g'ri bosib keyin bilan birinchi qilamiz. Kesiladi. To'g'ri bosib tegani o'chiramiz. Select. Hide selection qilib turamiz. Gruppa qo'ying. Gruppa qo'yamiz. Okay. Ishlab beryapti. Gruppa qilgan ekan eshik surilib qoldi. Hozir bizning eshik modeli bor edi. Hozir sketch qo'yganmiz. Sketch qo'ygandan keyin hozir qanday faylga to'g'ri o'tkazishni o'rgataman. Hop, sanamizlar. Adashmasam sketch qilgan ekanman. Telegram quramiz. Telegram mana kanalni sketch qo'ygan ekanman. Papkasini ochib olamiz. Izleyicisi qolamiz birinchi bo'lib. Izleyicisi. qildi. Endi buni Ctrl X bilan o'tkazib olamiz faylga. Sanuzel Maps degan ikkinchi Mapsga tashlab olamiz. Keyin buni kirib, mana mishkani o'ng tarafini bosib turib merge fayl qilamiz. Okay. Tushdi. Bizga sanuzelga tanlaylar, o'zingizga yoqqanini qo'yib yuboringlar. Menga hozir men mana shuni qo'yib turaman. Hop. Magnitni 2,5 ga o'tkazib olamiz. A'ni bosib, Y'ni bosib 90 gradusga o'rda aylantiramiz. Hop. Open qilamiz. Open qilmasdan turib endi open qilamiz. Attach qilamiz hammasini. Attach, Ctrl A, attach. Okay. Biz hammasini bitta o'zgartirish uchun attach qildim. Hammasi alohida edi. Alohida kerak emas. Attach yo'q. Bir bosib bu tarafini ham tortib qo'yamiz. Biz rasmini sal kichikroq ekan. Bu yerda o'rtada o'zgarib ketadi. Men sal tortib qo'yamiz. Endi buni bu yerga eshik to'g'rilab qo'ydik. Buni endi sentrga qo'yamiz. O'rtadagina. Hop, sentrga alanadigan magnitimiz yoqilmaydi ekan.
sekund. Bo'lmasa, samini yoqib qo'yish kerak ekan, buni o'chirib qo'yamiz. Keyin sentrga to'g'rilandi, bo'ldi. Eshikni biz qo'yib oldik. Sal kichikroq bo'lib qoldi. Bularni ochib olamiz. Materialni o'tkirib turib, bitta MTL material beraman. Har xil rang turgani yoqmaydi menga. O'zingizga qulay qilib olsanglar bo'ladi. Ctrl A. Chekirib qolibdi. Hozir bizga kerak emas u. To'g'rilab qo'yaylik. Tepaga tortib. Buni to'g'rilang. Bitta liniyasi qochib ketdi, to'shigasi. Hop. Endi polimiz kafel bo'ladi, parket bo'ladi. Parketdan qolishimiz kerak. Uning uchun biz rectangle solamiz. Shift Alt bosib bundoq mishkani o'ng tarafini bossangiz, o'zi rectangle chizib chiqib keladi. O'sha rectangle olib turib spline'ga o'tkazamiz. Tochka qo'yib olamiz endi. Tochka qo'yib oldik. Eshigi tagida ham kafel ko'rinishi kerak. Shuning uchun parket ko'rinishi kerak. Bo'lmasa mana oq bo'lib qoladi. Endi floorga ritm bera olamiz. Tepadan hop bizda bu yoq tarafdan bo'lish kerak edi. Chunki bu yerda уже sanuzilga ko'tarilgan yana parket bo'lish kerak. Shuning uchun mana o'zgartira olamiz. Bir bosib, Yeni bosib aylantira olamiz. 90 gradusga aylandi. Endi hatto razmerini turamiz. To'g'rilaymiz. Mana 150 bo'ladi. Hop, buni o'chirib qo'yamiz. 50% qo'yamiz. 50%. Mana o'chirib qo'yamiz. Orasida teshigini ko'rinmaydi. Hop, buni 2 qolamiz. Hop, buni 1 2 buni ham 2 qolamiz. Kivalli. Endi buni ham boyda rangini o'zi bera olamiz. Shu boshqa rang bo'lib qolgan. Shuning uchun mana buni bera olamiz. Hammasini men iloji boricha men qora qolaman. Chunki ani laynga o'tkazgandan keyin qora liniyalar ko'rinib turadi. Hozir ko'rsataman. Qora bo'lib turadi. Rangga o'tsak, rang F3 bosib bitta liniyalarni ko'rsatadigan bo'lsa, oq bo'lib ko'rinadi. Endi alt qilamiz. Tagidan bitta bizani onamiz bor edi. Polkamiz bor edi. O'sha polkani kafeldan qolamiz. Hop, buni olamiz. Zapis bosganda
Alt Q. Hop, bu yerdan endi bizga yana rectangle chizib olamiz. Bir bosib, S bosib, magnit yoqib, hop, buni ham spline o'tkazib olamiz. Keyinchalik garaj klavishlari bor. Shuni o'rnatib olamiz keyingi darsda. O'shalarda spline o'tkazish, editable poly o'tkazish juda oson bo'ladi. Shuning uchun garaj klavish ishlatgan yaxshiroq. Endi mana buni yoqib olamiz. Logaritm beramiz bunga. Endi 120 ga 60 kafil razmeri 120 ga 60 beramiz. Endi bu yerda tekst bo'lish kerak. Kafilda buni 0 qilib qo'ysak bo'ldi. Hop, tushdi. Hop, bu yerga o'tkazib olamiz. Hop, endi mandan x bo'yicha 200 qochish kerak edi. Polkiga joyi 200 qochildi. Endi buni spline o'tkazganimiz sababi, misol uchun o'zgartiradigan bo'lsam, spline o'tkazib turib, birni bosib turib, tepaga ko'tarib qo'ysam bo'ladi. Bu logaritm shuni o'tkazsam уже polni ko'rinadi. Polni hamma joyda bor. Endi bizda o'rtada polka bo'lgani uchun hop, polkani chizib olamiz. Polkani joyini o'tdan hop, spline o'tkazib turib, birni bosib 0 dan y bo'yicha hop 120 olaylik, joyini 120. Endi yana logaritmga o'tkazib qo'yamiz. Sal kompyuterim qotdi, notebookda ishlay olmayman chunki. Ham bu yerda ekran zapis qotdi, ham Max ishlayapti. Kopiya qilamiz. Shu logaritm shift bosib kopiyasi bo'ladi. Hop, kopiya qilgandan keyin uni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Editable poly spline o'tkazib, birni bosib, butdan bu yerga tushirib olamiz. 0 bo'yicha butdan 300 ko'tara olamiz tepaga. 3 metr bo'lib ketdi. 300. Chunki yana shampun qo'yadigan joy bo'ladi. Bitta yana logaritmga o'tkazib qo'yamiz. Keyin buni tagida ham, bu tarafda ham ana bo'lishi kerak. Bitta to'rtchi kirib, unda o'yilgan joy bo'lishi kerak. Orqasida nima turadi? Orqasida ham smestitellarni anus turadi. Настройкалар turadi. Orqasida ham smestetel qo'yadi. Keyin bitta dushka smestetellarning narsalari turadi. Buni endi kopiya qilamiz. Voy, ish qotadilar. Kopiya qildim. Y bo'yicha bundan aylantiramiz 90 gradusga. Keyin buni bu yerga o'tkazib olamiz. Endi pastga suramiz bu yerga. Точкasiga qo'yish kerak. Magnit to'chib qo'ydim. Spline o'tkazib, bu yerda endi razmerni sal kichikroq qilish kerak. Bu yerga S bosib turib tortamiz. Tushdi. Endi
Ctrl A turib center qo'ysa, hatto ortiqchalar ko'rinmaydi. Endi flo'rgaritmga o'tkazib qo'yamiz. Endi hududini bundan kopiya qilamizda. Kopiya. Endi Y bo'yicha aylantiramiz yana. Yoki mirror qilamiz. Y bo'yicha bu yoq tarafda bo'lishi kerak. Mana bunda stiga tepada bo'lib qoldi, bu tepada bo'lmasligi pastda bo'lishi kerak. Buni tepaga ko'tarib qo'yamiz. S bosib, hop kopiya bo'ldi. To'g'rilandi, joyiga tushdi. Endi mana kopiya qilamiz. Joyiga yematga orqa tarafida ham kafel bo'lishi kerak. To'g'ri, to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin обязательно ham stig bo'ladi. O'rtasida bunda kafellarning orasida ushlab turadigan stig bo'ladi. O'sha yerda bir xil bo'lishi kerak. Iloji boricha mana bir xil, bu yoq tarafi bir xil. Bir tekstga ketadi. Buni misol uchun o'zgarib qo'ygan bo'lishi mumkin. Flo'rgaritm nastroykasida bor bu narsa. Hop mana. Mana undan qo'ygan bo'lishi mumkin. Qasib ketib qoldi. Bunday qo'ygan bo'lishi mumkin. Xunuk turadi renderda ham. Buni to'g'rilash kerak mana shu yerda. Hop. Kompyuterim qotayotgani sababli Ctrl S saqlanib qo'yaman. Keyingi darsda o'zimni personalniy kompyuterimda ishlayman. Notebook qotib ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi qotib ishlayapti. Shuning uchun videoni cho'zilib ketmasligi uchun xudo xolasa keyingi darsdan yana qolgan joylarni qilishni boshlaymiz. Sizlar like va поддержка qilib tursanglar bo'ldi. O'zi anchadan beri cho'zilib ketdi. Keyin video ham sabablari bor edi. O'shanga xudo xolasa keyingi darslarda chiroyli qilib darslarni boshlaymiz.